Bitta eng qiziq PlayStation o'ynasa bo'ladi. Eng yuqori joyga ketyapmiz. Bizlarni yapon bog'iga ham shunaqa skameyka qo'yishni talab qilaman men. Qarasangiz, hayot go'zalligini sezasiz. Lekin orqamdagi bino vobshe topdim. Mana o'lgurdim mana. Jamoamiz. Kola ichmoqchiman. Kola ichib ketyapti. Kola. Mana keldi, lekin mammasi yomon kattami? Zangor Jiguli. Cobalt kelyapti. Cobalt. Buni olchadirkan bular. 21 kilometr uzoqlikda ekan aeroportdan. Bu meni birinchi yarim marafonim. Tasavvur qilyapman. Birinchi yarim marafonim Bakuda. Birga. Men ketyapman. Ha, mani qoldiribdi. Ibrohim qayerda edi? Qaysi shaharda edi? Batumi. Mana ikkita monument birlashadigan mana. Nimadir o'g'il bola bilan qiz bolani ismaydi. Hammaga salom do'stlar. Mana ancha tanaffusdan so'ng YouTube'imga video joylashni boshladim. Bu 2025-yilning birinchi sayohati Baku bo'ldi va yakka sayohat qilishda ham birinchisi bu. Ya'ni avvallari hech qachon o'zim sayohat qilishga chiqmaganman. Mana birinchi sayohat qilishim. Bakuga kelishimdan maqsad bitta katta asosiy maqsad bor. 4-mayda bo'lib o'tadigan bu yerda Baku marafon bor. Yarim marafon 21 kilometr. O'shanda men yugurishni 2 oy avval maqsad qilib qo'yganman. Orada ko'p to'xtalishlar bo'ldi. 2 oy avvaldan boshlab o'sha trenirovka qilishni boshlagan bo'lsam, menda o'sha bel og'rig'i boshladi. Keyin borsam grija deyishdi menga. Orada 2 hafta davolandim, 2 hafta pauza bo'ldi yana. Yugurmayin dedi. Общий hisobda 1 oy yo'qotdim, keyin yana qaytdim trenirovkaga. Keyin qarasam bo'lmayapti. Trener gaplashdim. Mana hozir 60-70% o'zimga ishonchim komil. 21 kilometrda hech qanaqa talafotlarsiz, travmalarsiz yetib kela olaman. Asosiysi bu yerda marafonda qatnashish, qanaqadir bir rekord o'rnatish yoki 1 soat, 1,5 soatda kelish, 2 soatda kelish emas. Asosiysi 2,5 soatda kelamanmi, 3 soatda kelamanmi, og'riqlarsiz, travmalarsiz yetib kelish bo'ldi. Hozir Deniz Mallga keldim. Start paket olganim. Bu yerda aylanishli joy ekan, lekin bitta start paketda olib bo'lgandan keyin bitta aylanib chiqsam bo'lar ekan. Ota chotga qurilgan ekan, lekin hamsi где-то bir 5 yil, 6 yil avval qurilganga o'xshaydi, chunki dizaynlari ham remontlari ham eskirib ketmagan. Такой сочный turibdi, lekin odam kam ekan, lekin Toshkent City'ga nisbatan solishtirganda. Men topdim. Qayerda berish kerakligini o'zi ketyapman. Pasportimni beraman, и всё. Mana men yerdan start paket olsam, o'sha ertaga emas, yakshanba kuni yugurishni boshlayman. Ertaga trenirovkaga chiqaman. Bugun kechqurun trenirovkaga chiqmoqchiman. Takoy Kaspiy dengizini yugurmoqchiman. Va nihoyat start raqamimni oldim. 98-64. Bu yakshanbalik marafonimda bu yog'imga taqolib ketaman. Xudo xolasa. Endi O'zbekiston marafonida farqi, Samarqand marafonida farqi, men bular 150 ming so'm evaziga registratsiya qilinar ekan. Bizda 300 mingni narida qilinadi. 300 ming, 350 ming. Keyin bular faqat start paket, start raqam beradi bular. Farqi shunda. Bu yerda hatto Burger King, McDonald's, KFC ham bor ekan. Bizda esa faqat KFC'ning o'zi bor. KFC yeb ko'raman, solishtirib ko'raman. KFC'dan Boxmaster setini aytdim. Bu где-то
12 manat. 12.9. Bu где-то bu bizning so'mda 90 ming atrofida, 90 ming 100 ming atrofida. No, bu yerda servis ko'rsatishi juda ham yomon ekan. 10 minutda tayyorlab berdi, 10 minutda. Bizda esa вообще даже 2 minutga ham bormaydi. Agar anaqani oladigan bo'lsa, Westminsterda oldidagi. Boshqa joylarda ham juda ham tez tayyorlab berishadi. No. Qo'yib ko'ramiz. Men hozir narsa ko'rmoqchi bo'lib turganim YouTube'da bitta narsa aytib borib tortdi. Bu yerda Ozarbayjonda YouTube pul to'lar ekan, ya'ni moliyalashtiradi, monetizatsiya qiladi har bitta blogerni. Mana shuni hisobiga menga reklama chiqishni boshladi. Men o'yladimki, nimadir boshqa videoni bosib yubordimmi o'yladimda. Men o'yladimki, boshqa videoni bosib yubordimki, adashib, cho'tim men xohlagan video bosga deb o'yladim keyin. Значит, monetizatsiya yonar ekan bularda. Qachon O'zbekistonda yonadi monetizatsiya, iltimos yoqinglar. Balki mana bloger bo'lib ketishim mumkin keyin. Mana bitta narsa e'tiborim tortdi. Bularda o'zini tiliga, Ozarbayjon tiliga nisbatan hurmati juda ham kuchli ekan. Buni qayerdan bildim? Ana hozir Deniz Mallda kirganimda har xil o'sha 3-qavat ovqatlanish shoxobchalari bordi. KFC, Burger King, yana shunga o'xshaganlar bordi. Menyusi, o'tdagi объемный bukvalari, har xil joyda hammasi Ozarbayjon tilida turibdi. Ruscha emas yoki inglizcha emas, faqat Ozarbayjon. Menyusi ham KFC menyusini men anaqada ko'rdim. Ozarbayjon tilida ko'rdim faqat. Qanaqa ruscha ko'rmadim yoki inglizcha ko'rmadim. Juda ham o'zlarini hurmat qilishadi. Bu joyda zo'r qilishgan ekan, ya'ni yerto'lani, podzemkani qanaqadir informatsiyalar yoziladigan muzeyga o'xshatishgan ekan, har xil ma'lumotlar. Mana bunaqa. Как так muzeyga o'xshaydi salkam. Orqada chiqish yo'lagi bor, o'rtada ham to'g'ri. Как muzeyda yerto'lasida yurgandek bo'lasiz. Orqamda bog'cha bolalari ancha fotosessiya qilishyapti. Ana bola yomon qaradi menga, takoy qaradi. Bitta yomon shu prichoskani zo'r qilib olgan ekanlar. Orqamda joylashgan mana bu 3 burchak shishali takoy Louvre'ga o'xshagan. Louvre'da oldida shunaqa eksponanti bor, shishali, o'shanga o'xshash ilhomlangan shekilli bu yerda. Metrosi ekan bu. Haliroq tushib ko'raman metrosini, obzor qilib solishtirib ko'raman. Endi solo sayohatga chiqqandan keyin uyalayapman, birovlarga rasm olib qo'yadigan, shuning uchun faqat selfie tushyapman. Orqamda menimcha qiz qalasi bo'lishi kerak. Mana
Yo. O'sha menga hozir ikkita mana bunaqa narsa berishga ulgurishdi-da, mana bunaqa tur sotmoqchi bo'lishdi. O'sha ikkinchisi bu prям ikki katta gilamga o'xshaydi. Mamma gulda nimadir dirdi-da. Opoqimlarkida shunaqa guldan bo'lardi. Opoqimlarkidanmikan, qayerdadir. Вообще chiroyli-da. Qanaqadir oppoq mayda gullaydi. Ko'chalarda zo'r ekan, to'ka eski shahar binolarining ichi. To'g'rigina. Men bitta narsani qidirib yurdim, lekin topolmayapman. Qanaqadir art house bor ekan. Bu qanaqadir mehmonxona. Shunaqa art house Institute of Folklore. Shunaqa. Hatta ko'chalari почти Turkiyanikiga o'xshab ketar ekan. Кис. Мяу. Кис. Эй. Привет. Eshik. Tosh oynali eshik. There you go. Yomon katta joy ekan, charchab ketdim aylanib. Tem bo'lib sovuq. Shuni ham yo'g'imni urib ketyapti. Mana nihoyat tugadi. Men Mamotdan kirib, buni yurgandim. Hozir bu tarafdan keldim orqadan. O'sha tugadi. Lekin yomon charchatib qo'ydi lekin. Dahshat. Hozir ob-havo 17 gradus ko'rsatyapti. Baribir ham sovuqda. Ana dengizni hisobiga urib tursa kerak. Salqinni qaltiratadigan salqin. Tem bo'ldi meni. Bunaqa salqinlarga o'rganmaganman. O'sha burun bitishni boshladi. Hozir Dagustu bog'iga ketyapman. O'tdan Polniy Baku shahri panoramasi ko'rinadi. Juda ham chiroyli vid bo'ladi. O'zi hozir yetib bormasdan turib shahar to'liq ko'rinyapti. Mana shu zinalardan o'tib olsam, marram yenik. Shunchasini bosib o'tdim. Yana shunchasi qoldi. Bo'ldi. Yoki bo'tga ertalab kelsam bo'larmidi? Takuy. Charchamagan vaqtim hozir. Baland, charchab qoladi odam. O'tga chiqqancha. Xuddi skaykamda podiumda yuguradi-yu. O'shunaqada. Mana nihoyat o'sha Bakuni panoramasini ko'rsa bo'ladigan eng yuqori tepalik Dagustu parkiga keldim. Polniy dengiz ko'rinadi. Mana Deniz Mall. Mana bu yerda bayroq bor orqamda, mashina orqasida.
Sharqpalak. Lekin havo sovuq lekin. Lekin muhit lekin shikarni lekin. Mana orqamdagi 3 ta bino Flame Tower, Plemyanniy bashni. Endi Bakuni qanaqadir izimikasida bu binolar. Kechqurun вообще chotki bo'lganadi. Men shu paytgacha o'ylamaganman ekan shu binolar nimani anglashini, tasavvur qilib ko'rmaganman ekan. Men bugun bildim. Anaqa olov alangani bildirar ekan. Alangani ramz ekan. Rum tur qilish esdan chiqib qopti. Bu yerda tualet, vanna. Вот обычный. Ikki kishilik bir kishi yotadigan spalnya, divan и это qanaqadir abstrakt. Gul, это обычный шкаф. И вот eng bizani Bekzatda yaxshi ko'radigan bandiy xalat. Bo'lsa ham charchagan. Bu joyni nimasi uchun olganman? Men bu panoramasi uchun olganman. Bu yerda Kaspiy dengizi ko'rinadi balkondan. Shunday chiqib turib. Ne qarasangiz, hayot go'zalligini sezasiz. Biz hozir mana bu tarafdan keldik. Bu yerda baliqlar pishirishadi. Shikarniy joylarda, блин, kruto. Dengiz bo'yida ertalab zavtrak qilishgan. Nima yetsin? Hammaga xayrli kun. Bugun ikkinchi kuni sayohatimni. Xohlasa bugun Baku Flamesga boraman. O'rtadan chiqib yana ikkita lokatsiyaga borish maqsad qilganman. Kechga men Baku marafonda klubi bilan mashg'ulotga chiqaman. Va nihoyat festivalga keldim. Baku Flames. Bu birinchi yil o'tkazilyapti. Chief Creative Officer for Impact BBDO for the Middle East, North Africa and Pakistan. And today I'm going to be taking you through a talk on things. I'm going to be sharing a couple of case studies with you that Abidga chiqdik. Hozir Geydar Aliyevning madaniy markaziga keldik. Вообще shamol kelyapti. Uchiradigan yoki bu tepalik bo'lganligi uchun ham ancha shamol sezilyapti-da bu yerda. Lekin orqamdagi bino вообще Zaha Hadid qurgan. Katalondan kelat. Bu internetlarda ko'rib, vav zirdim-da. Haqiqatan ham bahaybat bor ekan. Butun shahar ko'rinadi. Hozir bilet olamiz. Lekin dahshat sovuq lekin. Girish. Tamam. Bilet olsak, biletni men bu joydan olar ekanman. Bilet alet. Bilet qimmat bo'lmasa kerak. Hozir endi dahshat. Mana material nimadan ekan? Temirga o'xshayapti lekin. Da, temir. Lekin уже bir yaxshilab chifka qilish kerak ekan binoni. Klinderlar chaqirib. Chunki o'zi anchalar qolib qoldi. Yomg'irda naqa sho'xlab tomchilar. Bular posterlar ekan. Shu yerda bo'layotgan ko'rgazmalarni.
Ну, yaxshi qilishgan. Men menga strogan aytmaganda kuklaga. Hali ham shamol kelyapti. Men esa kirish uchun bilet oldim. Biletik 15 manatga. Voy bayo. Muzey va выставка uchun naqasi yo'nalishlar bor ekan. Avtomobil uchun u 10 manat shunaqa, keyingisi muzey va ko'rgazmalar degan naqasi bor ekan. 5 manat ekan. Qo'qonda shamolidan kelyapti. Onasini yemsin. Hozir men zo'r narsani topib oldim. Dahshat narsa. Wow. Bu yoqqa tushib ketib qolsa-chi, chetrog'iga. Eng qizig'i o'zini trayektoriyasi boshqa qizilchimas ekan. No, lekin dahshat. Bu eski mashinalar ham bor ekan. Begzadigan bo'lsa ekan, lekin Ferrari ekan. Yo'q, Lamborghini ekan, ular. Porsche 356. Voy dahshat, 56-yil. Вот это да. Atak mana otga mazza qilish kerak. Opaning yuzini o'rniga globus qo'yishdi-da. Globusda har xil yulduzlar bor ekan. Oyi. Dahshat. Atak menga bu joy yoqyapti. Juda ham zo'r. Mana har xil ko'rgazmalar bo'lar ekan bu yerda. Muzey ham bor ekan. Bu yerda menimcha ko'rgazma. Hozir mana bular nimadan yasalgan ekan? Qattiq plastmassadan yasalgan ekan. Mana qalampirni qaranglar. Dahshatligini. Har xil bitta mevalar. Endi men o'ytaman bitta muzey bo'lsa kerak. Muzeyga kirib olsam. Voy, qalampirjon, qalampir. Buncha ishlaring achchiq. Voy shu. Ozarbayjon xalchasi. Ozarbayjon gilamlari demoqchi bo'lyapti. Xalchasi degani gilamlari. Oshi. Gilamlari. Wow. Miniatyurni gilamlari bor ekan. Dahshat. Buni qaranglar, bolajonlarim. Qachon. Atak mana bu orqam meni ham zo'r qilishibdi. Orqamdagini. Tanlov nima jarayonni. Opalar qanaqa qilishini. Да, вот это muhit. Вот это muhit. Yaxshi qilishibdi. Mangilamlari qiziqdi. Qalin emas, lekin ijod saroyi lekin ijod. Mash tursa kerak bir 2000-3000 dollarlar. Chunki buni to'qilishi ham qiyin-ku. Vaqt ketadi. Kim eskiz ekan bu. Gilam eskizi.
Ha, короче mamlaq ekan. Mana bu eskisi, mana 2018-yilda chizilgan ekan. Mana bu yerda realnisi mana. Mana. Bitta realni to'qilgani. Dahshat-a. Dahshat-a. Menimcha bu gilamning orqasimikan manba? Manba kletkalar, menimcha gilamning orqasi. Yoki ipni shunga qarab shunaqa to'qib chiqadi demoqchimikan yoki chizmasmikan yoki. Mana mayli qanaqadir belgilar qo'yib chiqishgan ekan bu yoki rang kodimikan yoki bu. Da oson ish emas ekan lekin. Qo'ya. Ata gilamlari menga yoqdi lekin. Qanaqa ranglari naqada odamni bahri dilini ochadi. Cho'tkimi orqa fonda turibman. Bu muzeyda, muzeyda mana Gaydar Aliyev markazini почти bitta qavat pastida turibman, eng balandni bitta qavat pastida. O'tga chiqarishmas ekan tepasiga atok mana bu vид. Вообще шикарный lekin. Til ojiz. Yorib yuborishgan lekin qoyilman. Bu yerda sarhisob qilsam bo'ladi. Qaysilari kirdim? Mamga kirdim. Qalampirga kirdim. Kukulaga yo'q, kirmadim. O'zi berkarliydi. Mamma brat ko'rgazmasiga kirdim. Har xil temirlardan narsa yasarkan videoga olmadim, menimchalik. Xo'p, yana mamingga kirdim, вообще qoyil. Mamingga kirdim. Почти yarmiga kiribman. Hozir endi taksi ham 11 minutda kelar ekan. Men tiket xonada o'tirib turaman-da. Ko'cha yomon sovuq lekin qahraton. Hozir Starbucksdaman. Yebda zo'r narsa ko'rib qoldim. Shunaqa bakal hozir oldim. Prям katta. O'zimni bakalim eskirib qolgandi. Как раз yangilab yuboraman. Bu yerda narxi 35 da 35 azn. Bu yerda cho'tki narsalar ham bor ekan. Bu menga yoqyapti. Bizda ham qachon Starbucks ochilar ekan? Nihoyat yugurib keldim. Endi hozir 20 daqiqadan keyin 20 daqiqa 9:45 bo'ldi. 15 daqiqadan keyin Jolbarsda mana Baku Flavesda tusovkasi boshlanadi. DJ bo'ladi, har xil o'yinlar bo'ladi. Borib aylanib kelay. 5 kilometr atab zo'r yugurdim lekin.
Bu yerda bunaqa podkast o'tkazadigan joy ham bor ekan. Dahshatmi? Bu yerda har xil pufiklari bor. Bu yerda tilaklar yozishgan. Bu yerda eng qiziq PlayStation o'ynasa bo'ladi-da. PlayStation nechiligini bilmadim, lekin no yomonga o'xshamayapti. Siz o'ynab o'tirasiz. Bu joyda Международный xalqaro festivallarda yutgan ishlar bor. Har xil Joelbirds ko'p ishlarda mana bu mozaik ham bor bizda mana. TBC'nish, EPMI. Bu yerda ham bor. Tepada kufofka bo'lyapti, chiqish kerak. Tepaga chiqamiz. Botanika bog'iga keldim. Bularda ish vaqti 9 dan boshlanar ekan. Yaxshi vaqtni kelib qo'ymaganman ekan. Budilligim 7 ga qo'ygandim. 20 minut kutsam 19 minut kutsam ochiladi уже. Shunada? Ha. Rahmat. Voy, mana nihoyat kirib oldim. 44 gektar ekan parki. Вообще chiroyli. O'tgan yili bu yerda remont qilishgan ekan. Kuzdan boshlab o'sha ochilgan ekan. Ammo eslolmayman bizani botanический sadimiz remont qilinganini. Botanika bog'ini bitta tarafga bor ekan, yugurib bo'lmas ekanda. Atak yugurib borsa ham bo'ladi-ku. Mama. Cho'tka yaxshi bor ekan. Qaysi kirarman o'tgan. Avval yugurib olishim kerak. Hozir parkga o'xshaydi-da. Sen botanika sadga borsanglar, bunaqalari daraxtlariga qaralmagan, taglarida boshqa begona daraxtlar o'sib ketgan, chakalak zo'r. Qarab bo'lmaydigan darajada. Mana mana chiroyli qilib qo'yishgan. Bizani asfaltni yaqinda qilgan bo'lsa kerak. 1-2 yil avval. Skameykalar qarang, chiroyliligini. Almatyniki ham chiroyli edi. Atak yugurib olsam bo'lardi, joy bo'ladi. Mana bunaqa ko'prigi bor ekan. Buni chiqargansiz-da. Piyoda ulanib ketgan. Что? Ko'rsangiz bo'ladi. Вид такой panorama. Sekin chiqardi. Atak yaxshi qilib qo'yishgan ekan. Endi bog'i ham baland pastliklardan ekan-da. Bizaniki tekis. Shuncha shunaqa panorama qilib qo'ygan. Mana vid.
bashniyasi. Dahshat. Kecha men o'tib o'sha arkali binoda. Вообще круто, вообще qipchoq вообще. Parchalarni ikkidan ekishgan ekan bor, cho'tkisidan. Hali ham remont tugamagan ekan. Orqalarida eng chekka joylarida hali ham rekonstruksiya qilyapti ekan. Shu 100 dan bor ekan. Qoyil. Men kutmagandim. Bunday botanический sadmi. Atak Yorvaration Corporation. Archalar qaranglar, bir 10 metr kelar balandligi. Buni qayerda, shunga o'xshagan narsani qayerda ko'rganman? Ekoparkda. Kichkina joyda bor edi shunaqa narsa. Ha, qarang. Eng yuqori joyga ketyapmiz. Mana shu o'rtasi yuqori joy ekan. Keyin pastga tushib ketamiz. A tak, mana bu bashniyasi. Shahar idealniy ko'rinar ekan. Bitta qarg'alar. Salom, bratchka. Tushmay endi, 5 tashamaysanmi? Вообще zo'r. Shahar bo'lsan, shahar. Endi pastda aylangim kelmayapti, o'sha tepaga o'rganib qoldim. Butun bog' bo'ylab shunaqa qo'yib chiqsa bo'larkan, tushkim kelmayapti pastga. Mana vid lekin yoradigan. Dahshat. Ozarbayjonda yashagim kelib ketyapti mana. Havosi ham qaynab ketgan issiq emas. Dengiz borda, dengiz sakoy salqin qilib turadi, dahshat. Bizlarni yapon bog'iga ham shunaqa skameyka qo'yishni talab qilaman men. Talab qilaman. Nu bunaqasi ham bo'laveradi. O'ldim deganda bunaqasi. Atak ma'mi вообще zagara oladigan skameykaga talab qilaman shunaqa skameykalar qo'yib berishlaringni. Qo'yib beringlar iltimos. Yoki mamnaqasilarda chiroyliroqni qo'yinglar, такой high-tech. Maza qilib dam olib o'tirging keladigan skameykalarni qo'yib beringlar. Qarang, haqiqatan parkka o'xshaydi-da. Qanaqadir chakalakzor, o'rmonzorga o'xshamaydi. Gullar ekilgan, u tarafda ham gul, archa, u taraflarda qanaqadir mevalar, ili qanaqadir mazarali daraxtlar ekilgan. Abzada mana mashitdan boshlanadi, chakalakzor. U yoqni ko'ra olmaysiz, ichida nima borligini. Lekin bu yerda yurib bo'lmas ekan haqiqatan. 1 kilometrdan to'xtatdim chunki yo'llar ko'p-da, asosiy yo'li yo'q. Qamda. Oralarda nim o'tgan. Hatto bitta katta chiroyli krugi bo'lganda ham mayli. Shuning uchun 1 kilometrdan to'xtatdim. Hozir men kech bunaqani ko'rsataman. Mana osma ko'prikmi nimadir, masjidda. Mana masjiddan yurdim. Mana bunda ketdim-da. Bu yerda to'xtadim. Eng baland nuqtasi bu yerda. Mana opalar rasm olib qo'ydi ikkita. Mana bu joy ham golf maydoni bor ekan. No, bu yerga kirgizishmadi, bu yerda nimadir gul ekishyapti ekan. Har xil, mana bunaqa bolachalar maydoni ham bor edi, lekin chotki. Asta. Lekin mamasi o'sha qanaqadir chotki binosida. Oranjeriyasi bor ekan, mana oranjereya ekan.
floraga faunaga o'xshatib yubordim. Mana bunaqa labirinti bor ekan. Xullas botanika bog'imiz ham botanika bog'ida idealniy bizanikidan remont qilish kerak. 44 gektarmi shunda? Bo'ptiki. Bizaniki uchun chiqmaydi. Bizanikiga. Короче. Nima edi? Katta kurugi bor. Mayda-mayda kuruklari bor. Chakalakzor. Uyga boray mana. Mehmonxonaga. Ko'chaga chiqib ketyapman. Sababi men ishlashim kerak notebookda. Notebookimda esa zaryadkasi tugagan. Zaryadchiga esa переходник kerak. Vilka, amerikanskiy vilka deydi meniki. Shuncha hozir endi borib shahardan qidirib ko'raman. Bakuda Abitda ham profka bo'lar ekan. Abitda yarim kechasi 1-2 da. Вообще profkalar ko'p bo'lar ekan bu yerda borib. Yo'llari односторонний ekan, bir taraflar ekan. Ko'p joylarda velosipedlar uchun joylar ajratilgan ekan. Kecha 2 metr joy velosipedlar uchun. Avtobusga alohida chizib chiroyli qilib qo'ygan, avtobusniki to'xtama bo'tga deb. Mana parkovkalari ham bor, eng qizig'i. Chotki, men bulvariga keldim. Вообще yashagim kelib ketyapti. Bu yerda Ganjaviy parki deylar ekan, Nizomiy Ganjaviy. Mana esa muzey ekan. Tipa Broadway. Mana chiroyli ko'chalari bor. Brat qoyil yoryapsiz lekin. Bitta KFC ochilish arafasida ekan. Wow, bu yerda ham chinorlar bor ekan, qoyil. Oh, блядь. Kafeda dahshatligini sifat demana sifat. Daraxtlar keragidan ortiqcha ko'p. Kesib tashlash kerak menimcha hammasini. Shik. Kechqurun yo'q qilish kerak hammasini. Ashe zo'r joylar ekan. Hamma brendlar bor bu yerda. Zara, Para. Men hozir anaqa topishim kerak. Silva. Ana Silvada bormi ekan? Qanaqadir elektrichеский Apple'dagi kirib ko'raymi ekan aka? Apple'dagida bo'lib qolsa kerak. Umid qilaman mana shu magazinda bor. Hozir kiramiz. Topdim. Mana ulgurdim mana. Men bizda 10 ming olgandim. Bu yerda 6 manat ekan. Xudo. Dahshat u. 6 manat. Ancha manatda hisoblash hozir esim kelmayapti. 1 manat nechiligini. 1, 2. Lekin anaqa raqamlarni biz bilan bir xil aytar ekan. Biz 1 desak ular 1, 2. Archalarda qaranglar, archalar majvellikdirda buni. Yoshligimda botanikada o'tgan degan mevalari bo'lardi, majvellik. Hozir endi Starbucksga kirib, bitta kofechani olib, zaryadchaga qo'yib olsak, ishlarni qanqillatib tashlaymiz. Men sizlarga bugun bitta qo'shiq aytib beraman. Kankillatib aytib beraman. Kankillatib deydi-yu. Kankillatib tashlaymiz hozir. Shu ishni 2 kundan beri chiqlamayman. Notebook'im zaryadkasi yo'q edi. Mana Starbucks. One Love. Qachon O'zbekistonga ham keladi? Kelsin tezroq. Chaylo kofelaridan. One Love. Mana kecha shu yerdan narsa olgandim. Mana buni 35 manatga. Begizada yaxshi ko'radigandan ham bor ekan mana bu. Lekin narxi 60 manat. Dahshatda qimmat.
har xil. Mana bunaqa fignasi ham bor ekan. Shisha ekanda, shisha. Cho'ynaklari bor ekan. Medium. Menulari hammasi Ozarbayjon tilida yozilgan. Birorta inglizcha, ruscha ko'rmaysiz. Bu yerda o'zini tiliga nisbatan hurmati juda ham kuchli. Juda. Nima olsam ekan? Ice strawberry, matcha latte. O'shandan bitta olaman. Keyin cappuccino olaman. Yoki ikkita olishim kerak edi, короче. Uladim, zaryad olyapti. Jamoamiz. Uchta go'zallari, cheksiz bollari. Costa Coffee, Starbucks. Ну, binosi qanaqadir eskicha binoga o'xshaydi. Atak lekin vibe chotki. Hozir trenerim bilan maslahatlashyapman. Ertaga nimalar qilishim kerak, nimalar qilishim mumkin emas, nima ovqatlar yeyishim kerak deb hozir menga polni hozir yozib beryapti Doniyor xo'ja aka. Ular aytish bo'yicha 7 gacha ovqatlarni vaqtroq uxlashim kerak ekan, keyin qanaqadir yangicha ovqatlar iste'mol qilmay, proba qilib ko'rmay deyapti. Tuxum yemaslik kerak. Iloji boricha marafonni ertaroq boshlanishda ertaroq ovqatlanib oling deyapti. Hammasi marafondan keyin yamana bo'ladi. Xudo xohlasa ertaga marafonim yaxshi o'tadi. Bu meni birinchi yarim marafonim. Tasavvur qilyapman. Birinchi yarim marafonim Bakuda. Biriki. Bu yerda Ozarbayjonlarda to'y bo'lmoqda. Faqat kelin fotosessiya qilyapti. Kuyov yo'qmi? Kuyov, qani kuyov? Ne, kuyovsiz to'y bo'lyaptimi? Qani kuyov? Yo'q ekan. Allaqani to'ydan bo'libdi-da, Sitora Farmonova. Apteka topishim kerak. Trenerim dorilar oling degandi. Yotishdan avval ichadigan dorilarim bor. Ichib vaqtliroq uxlashim kerak. Vaqtliroq. Hammaga assalomu alaykum. Bugun marafon. Juda hayajonlanib ketaman. Bu birinchi chet davlatdagi yarim marafonim. Umrim davomidagi birinchi yarim marafonim. Sal qo'rquv, mandraj bor, qanaqadir. Eplolish yoki eplolmaslik haqida. No, ko'ramiz, hammasi yaxshi bo'ladi. Omad tilaylar. Men nihoyat bir amallab taqib oldim. Men raqamim 9864. Endi eng asosiysi mana bu narsa. Bu asosiysi. Qalay. Ketdim. Voy, kelib oldim. Shamol kelyapti. Kelyapti. Mashg'ulotlarga qoyil qolish kerak. Tushgan makalasidan kerak. Hech qanaqa masraf qilgan.
10 kilometr. Yarmi qoldi qochdi. Salom. Soatim mani 14 ko'rsatyapti. Lekin mana bu joyda lekin 15. Что-то нема интернету. Salom. Kilometr. Salkam. Besh kilometr yugursam bo'ladi. Hatto menga shamol ham qarshilik qilyapti. 200 metr qoldi. Qarshim kerak. Bütün kaybolculara benden burada saygılar. Saat 45 minut. Вот это да. Ben o zaman sonra. Ben bunu denedim. Da. Marafondan keyin aylanishni kayfi boshqacha bo'lar ekan. O'zim bilan o'zim faxrlanib ketdim. Bakuga sayohatim davomida eng qimmat taksi 11 manatga keldim. Tasavvur qilyapsizmi? Bu yerda probka bo'ldi-da, unaqa yo'llar berkitib qo'ydi. Shuni hisobiga ham narxlar oshib ketganda marafonga ber. 11 manat tasavvur qilishlaring uchun 80 ming so'm, 80 ming so'm. Jog'i chiqib boradi komfortda bu pulga. Port Baku Mallga keldim. Va yugurishdan ketadi-yu. Men kola ichgani keldim. Kola. Mehmonxonamizdan oldida hech qanaqa magazin yo'q-da. Shuning uchun hamma mollarni aylanib Baxarada kola ichmoqchiman. Men kola ichib kelyapti, kola. Любой gazli ichimlik, любой. Naqa ham bo'laveradi, Pepsi ham bo'laveradi. Vashchi dahshat brendlar bor ekan bu yerda. Balenciaga, Burberry, Tiffany. Nima sotardi bu? Bilmayman bu brendning nimaligini ham. O'tda Balenciaga bor ekan. Voy, Valentino ham bor ekan. Afig'et. Yashashar ekan bakuliklar ha bu yerda. Voy, Armani ham bor ekan. Afig'et. Kayfmi? Givenchy. Voy, Jimmy Choo ham bor ekan. Bu yerga qizlar kelmasin boru. Dahshat. Balki men bu brendlarni boshqalar bilar, lekin men bilmayman lekin. Voy. Dolce & Gabbana bor ekan. Voy. Kirmaylik. Bitta narsasi 2000 go. Voy, onasining Chanel bor ekan. Voy. Max Farah ham bor ekan. Dahshat. Voy, Max Farah. Shuni odamlar erinmay oladi-da. Masalan, menga kirib turib atrini olmoqchi bo'lsa $2000 oladi-da. Lekin kichkina lekin narsalari kam, lekin kichkina joylari. Hamcha kelib xato qilib qo'ydim-ku. Slishkim luxury mall ekan. Luxury. Boss, bizda ham bor boss. Voy. Dahshat, bu mashina qanaqa mashinalarga BMW, Mercedes Q7 ekan. Menga food court kerak menga. Hozir menimcha men ikkinchi qavatga chiqdim. P1 deyillar ekan, hozir bu 0-qavat ekan. Короче, hammasi brendlar. Menimcha 2 qavat, faqat hammasi brendlar bu. Hech qanaqa ovqatlanadigan joy yo'q. Kelib xato qilib qo'yma.
Bu oldin men hozir qanaqadir mol bor, o'shanga kirib ko'raman. Qichu. Pulim ko'paysa kelarman bu yerga. Tizzam yomon og'riyapti lekin. Bularda mollar yonma-yon joylashgan ekan. Bu yerda Port Baku mol bo'lsa, bu yerda Crescent mol. Nima degan bilmadim. Mammonta ekan. Hozir men peshoxodniy trassa topib olsam, o'taman. Bilan masjidda yugurdim-da, men eslayman. Ertalab masjidda yugurdikmi? Bu tarafidan yugurdik menimcha. Bu tarafidan yugurdik, bu tarafidan masjiddan qaytdik. Masjidda bir 12 kilometrlarmi deb, voy onasini yemsin. O'sha oyoqlarim sal-pal og'rishni boshladi. Tizzasi og'riyapti faqat. Buni molga kirib ko'raman. Nimalari bor ekan? Menga food court kerak. Lacoste'dan boshlanib ketdi-yu. Voqima-yu. Food court kerak. Zara bor ekan, Zara doim shponga qatorlab oladi. Oysho bor ekan. Tipa Tashkent City'ga o'xshar ekan-da bu. Pull and Bear bor ekan. Pull and Bear. Bo'ladi, yaxshi joy. Menga food court kerak endi. Food court bormikan ish qilib. Oyog'im og'riyapti. Bu yerda Baku marafon reklamasi ketyapti-da. Men 2 soat 45 minut yugurganimni bu reklamada 5 sekundda ko'rsatib yubordi. Bular hochiqat ko'rsataman. Hochiqat. Bu ham kutganingda chiqmaydi-da endi. Eng qizig'i Befit Bakuda bor ekan. Qoyil. Bakuni ham zap etibdi. Ko'rsatadi xaritasini. 1, 2, 3 ketadi. Hop, shit. 2 sekundda o'tib ketadi xaritasini olib. Dahshatda. Manda esa 2 soat 45 minutlik azob bor-da. Hali-haligacha og'riyapti oyog'im. Azizlarim, food court topdim. KFC'ni ham topdim mana. Hozir ochiryapti. Voy xudo. Qaytib ketib qolg'ili. Xudo. Balki kerak emasdir. Trenerim aytgan. Marafondan keyin hamma narsa mumkin. Yeb tashlayman hozir hamma narsani. Xudo. Odammi? Balki qaytib ketarman. Men shuni ishonch bilan aytaman. O'zbekistondagi mana bu fast foodlar ko'rsatadigan servis eng moshni, eng tezi. Bu yerda 10 minut o'chirib kutdim-da, hozir yana 10 minut kutaman ovqatim kelishini. KFC Toshkentda qanaqa ishlaydi? 2 minutda zakangiz ochirib keladi. 1 minutga qolmay borib joy topgunicha уже tayyor qilib tashlashadi. Bu yerda qanaqa ishlashadi bular? Bizdan O'zbekistonga borsa, mana keldi, lekin mammasi yomon kattamikan bu? Necha litr bu? 0.8 ekan. Вообще hamma narsa yegim keladi hozir bor, yeb tashlayman hozir. Bari hamma narsa yeyish mumkin yugurishdan keyin. Bularda bitta no tarafi bor ekan. Mana bu kolasini kuyib qo'yar ekanda, so'raganda berar ekan. Sirazi kuymas ekan, gazini chiqarib qo'yar ekan. Voy. Ovqatlanib, ish qilib, endi qolgan etajlarni aylanaylikchi, magazinlarga kiraylikchi. Biror narsa yoqib qolsa ovoraman. Onalarini yemsin, tizzalarim yomon og'riyapti.
kecha meni bunaqa kayfiyatim yo'q edi. Chunki kayfiyatim bugun yaxshi, marafonda yugurib oldim. Yani chotki gapiraman, chotki video olaman. Voy, bayometr nima bo'lyapti? Voy, cho'tabotda nimadir bo'lyapti, jang. MMA bo'lyapti. Mashhurroq zvezdasi kelgan bo'lsa kerak. Juda ham ko'p odam u. Birorta magazinga kirib ko'ramiz. Sportivniy magazinga kirish kerak-da. Achki ko'raman. Ulanberga kirib ko'raman. Xuddi interyeri xuddi Toshkent City'ga o'xshaydi ko'p ya. Yo'q, ayol kishilar ekan. Yo'q, o'g'il bolalar ekan. Toshkent City'da nabarot edi. O'ng taraf o'g'il bola, chap taraf qizlar. A bu yerda chap taraf o'g'il bolalar ekan. Oh, balla. Men oyoq kiyimimdan bormikan? Qo'lim og'rib ketdi, qo'lim. Von billatdi futbolkalarini. Kamera artib yuboring. Puling yo'q bo'lsa, xohishingga ish bil. Churvoshim tor qoldi. Mashina oldi yapti-da. Haqiqatan ham yo'qdi-da menga. Qani naqlni ko'rakchi. Atak rangi chiroyli ekan, ani ketgan bilan kiysam. Voy, makkel 55 azn. 55 azn. 55 azn qancha degani bu? 400 qanchami degan? Kerak emas, olmayman. Toshkentdan ol. Mana ketam. Pulim borligida Toshkent City'dan olaveraman, to'g'rimi? Yuzimni oftob olganda men sezilyapti. Peshanalarim qizarib ketgani. Voy, peshanamni bilsa bo'laman. Peshanam, boshim oqligini ko'ryapsizlarmi? Uj isib ketyapman. Yugurib bo'lgandan keyin shunaqa terim tuzib qolganda, sho'r bo'lib. Mana g'ijir bo'lib qolgan. Dahshat. Atak men futbolkasi ham chiroyli ekan. Yupda ekanda. Zaraga kirib ko'ramiz ham. Bershkaga kirib ko'ramiz, Bershkaga. O'nta Bershka bor ekan. Hozir boraman. Bu yerda qanaqadir dahshat konsert bo'lyapti. Odammi qara. Bu yerda bor. Mana bitta odam bo'lyapti. Butun Bakuning yoshlari kelgan. Bershkaxon. Mushskoy yo'qmi? Ha. Bu yerda qizlar ko'p kiyinadimi deyman-da, qizlarga birinchi ko'p qo'ygan. Ah, xudo. Mama makkan kiysangiz, ayam haydab boradi. Isqat. Odam bo'lmaysan. Marafonni kiysam bo'ladi lekin atak. Voy, mamma, vashi shikarniy narsa. Faqat qorni bilinib qoladi-da bundan. Qorni yo'qotib keyin kiyish kerak. Voy, mamma ham shunaqa plyajniy narsalar mayli. Ana Bekzadiga shorti bor ekanlar. Aka, menga tizzadan past shorti qayerda sotadi deydi mana. Yubka. Uzun yubka bo'yotibdi. Lekin mana bo'lmaydi lekin. Voy, mana bu voy, shortiga vashi beshki.
voy ovoring ekan qancha ekan 49 azn hattoki dvoykasini kiysam bo'ladi-yu. Dildora Leningni olgan kiyimlarimga voy buncha seksi bo'lyapsiz deb yozib yuboribdi ekan. Keyin men ham yozdim-da. Bunaqa seksi bo'lish menga juda qimmatga tushdi deb atvet qaytarib yubordim. U ham da Lenin kiyimlari qimmat dedi. Da shunaqa gaplar. Atak uni duvoga yomon yoqdi demangalik. Yo'q. Olmayman hozir. O'zi ancha chiqimlarim ko'p. Toshkentda mabodo ko'rsam sani olaman. Hozir olmayman. Burnim xuddi qo'lda yasalganga o'xshaydi burnim. Ana Lazaki guruh yozyapti. Prichoskalar boshqacha edi. Prichoskaning sababi prichoska mana qo'shishim kerak edi buni. Uyimda qo'shishim kerak. Prichoskaning sababi tushuntiraman men. Bakuda shamol kuchli-da. Prichoskalar bu yoqqa qaratib boryapti. Keyin fikrimdan qaytdim. Mana olmayman. Zo'r narsalar ko'rdim. Toshkentni olaman. O'zimni aldab chiqib ketaman-da, endi shunaqa qilib. Bu odam ozarbayjonliklarni Hamdam Sobirov bo'lsa kerak. Prosta topolmayapman. Hozir mana ko'rsataman. Ko'rinadi degan umiddaman. Tushib ketishim kerak pastga. Tushib ketishim kerak. Ko'chani aylanaman. Toza havoga chiqay. Xuddi City Mallga o'xshagan narsa magazinlari bor ekan bu yerda. Pastga tushyapman. Pastdan umid qilaman. Ko'rinadi degan ko'rsataman. Kimaganim. Yuragimda barsan. Yuragimda barsan. Qalbimda barsan. Odamni qaranglar, odamni. Birinchi qavatda, ikkinchi qavatda, uchinchi qavatda. Qarachoq video olib chiqish yo'lini yo'qotib qo'ydim. Podvalga tushib ketdim hozir. Parkovkaga. Boshdan chiqib olsam bo'lar ekan. Topdim. Esalomon chiqib olsam. Topdim. Voy. Tomog'im ham og'rib qoptimi? Voy bo'lmasa. Kasal orttirib bormasam bo'ldi uyga endi. Voy, onalaringiz. Bitta Starbucks bo'lsa, yo'q. 2 soatdan keyin uxlashim kerak, ichmayman. Kofe ichmayman. Mana meni uzoqdan chopki ko'rinadi. Endi Baku menga anaqa azobli, ya'ni yomon xotira bo'lib qolmasligicha keyingi ham kelishim kerak-da. Keyingi bemalol uchib 1,5 soatda kelib beraman. Qitchu, qattu. Yoqasiz menga qattu. Voy, orqamdan binolar qara. Men u tarafga yurishim kerak menimcha. Bu yerda nimadir bormi? Voy, dengiz bor bu yerda. Bugun ko'p vlog oldim. Bu muzikalniy fontan shekilli yonadi.
по-моему qachondir yonadi. Kutaylikmi yonishini? Atak yonsa zo'r bo'lardi lekin. Bu tepaga chiqararmikan-a? Direkt sotib tutaylikchi. Baribir ham bekorchi mani. Chres. Crescent Mall. Voy, mana aytib puldorlar, voshi qimmat ko'fiylar. Xuddi Tashkent City Mallga o'xshar ekan. Faqat suvdi bo'yida qurilgan. Mana bunaqa baland binolar. Chiqib videoga olyapman, ha olyapman aka. Biror o'tiradigan skameyka topsam o'tirardim. Crescent Mall aka. Crescent fontan ochiladi deyapti hozir. Brat orqada aytayapti. Mana shu hozir. The spectacular Crescent Fountain Show is about to begin. Crescent. Ingliz tilini ham yorib yuboraman-da. Ingliz tili ustozlarim ko'rsa meni qarg'aydi. Hozir ochiladi, hozir. Hozir ochiladi. Qani. Shuncha kutganimga arzirmikan-a? O'zi hech qancha kutmadim-a? To'rtminutdan ekan. Точно 7 da ochilsa kerak mana. Просто bu intro edi. Yana oladi, 2 marta aytadi. Mana bekor turgizildi. Kutaylikchi. Boshlandi. Bitta svet yetishmayapti-da, borib. Svet. Sal bu vaqtli boshlanib qo'ydi. 8 da boshlanishi kerak. Hamma hayron. Brat nima qilyapti? Tashkent ketimikan shunaqa yo'q, oqmali, fontan emas ekan. Nima ata ko'rish uchun zo'r ekan. Voy, matga o'tirib olsam bo'lar ekan. Dahshat. Hozir borib olaydi. Men inglizcha qo'shiqda boshlandi. O'zini ozarbayjoncha qo'shiqlarni qo'ysa bo'lmaydimi? Bizarnikini qo'yadi-yu. Ulug'imsan vatanim, Yulduz Usmonovani qo'shiqlarini. Voy, oyog'im. To'qiga o'tiraveramiz. Voy, mana zo'r otildi. Voy, mazza, yuzimga parchalari kelyapti, suv parchalari. Men hozir moldan chiqib, piyoda yurib, mana Deniz Kenari milliy park. Bu Deniz kanali bo'lsa kerak o'zbekchasiga. Mana bu joy, mana bu turibman. Buni yurib nimadirlar bu bo'lsa kerak dengiz bo'yi. Voy, masjiddan yugurdim-da men. Hozir ko'rsataman xaritamiz qanaqaligini. Maytdan start oldik. Masjiddan start oldik. Mana qizil bo'y, bu yerdan yugurmadik. Mana masjiddan yugurdik, boqa o'tmadik lekin. Maytdan yurib, maytdan yurib, maytdan yurib. Masjidda qayerdadir razvorat qildik-da. Mana shu kecha borib, yana qaytib, bundoq kelib, bundoq Jolly Jokerda aylanib, yana keldik-da. Lekin mana bu oxirgi 2 kilometr. Mana Jolly Joker qayerda ekan? Mana shu oxirgi 2 kilometr mana shular juda ham shamolitda. Shunaqangi qiynaldim. Voy, uzr. Shunaqangi qiynaldim. Shamol yuzga uradi-da. Atak. Menga yoqdi ko'chalari. Archani ham chiroyli qilishganda. Ana chiroyli qilib kaltalab qo'ygan.
Mazza ko'chalar ekan. Keyingi yili ham kelaman marafonga. Ozarbayjonda gonkalar bo'lardi, Formula 1 mashitda bo'lar ekanda. Mazza-yu. Ne bizada bo'lmaydi, shunaqa gonkalar. Mayta o'tadi. Orasidan kirib. Davomi bormi buni? Ha, mayli. Atak bunaqa fontan bu yerda fontanlar ham ko'p ekan. Xullas bitta narsani aytaman. Baku shahri odamlar uchun qilingan. Mashinalarning yo'li kam. Nari borsa ikkita polasa bo'ladi. Peshexod uchun yo'l qilingan. Mana, velosipedlar uchun alohida yo'l. Agar bunaqasi bo'lmasa, asfaltni chekkasiga qilishar ekan bular. Mana shunaqa 2 metr qilishadi. Mazza qilib aylanishadi. Bizda aylanishga joy yo'q. Ham yo'q, issiq. Daraxtlar ham. Uyga qaytishga qaror qildim. Hotelga. Bu ketishda uzoqqa aylana olmayman. Borib uxlayman. Undan ko'ra soatim 8 bo'ldi. Atak bu yerda qanaqadir mol bor ekan. Shu mollardan ham zerikdim, lekin. Mayli, keta qolay. Bu yerda ham Hilton bor ekan. Vau. Hilton. Mashta chaqirsam taksi уже yetib olaman. Ostanovka topay. Bitta narsa aytaman, bu taksislari bor-ku, mana bunaqa ekan. Belgilagan joyingga yo o'tib ketib qoladi, yoki boshqa yoqqa ketib qoladi-da, yoki orqada qoladi. Aynan kelmaydi, kelishi bilan sirrazi telefon qilarki, men keldim, chiq deydi. Bularda Yangoda бесплатное ожидание degan narsasi yo'q ekan. Sirrazi telefon qiladi. Bizda Toshkentda taksistlar 3 minut kutadi. Vaqtida qo'ygan joyingizga keladi-da, kutib turadi. 3 minut tugagandan keyin telefon qilsa qiladi, unda yana kutishni boshlaydi. Bizning taksistlarimiz tilla. Bular sirasiz telefon qilishni boshlaydi. Ba'zi bir odamlar gaplashishni xohlamaydi-da telefonda. Mehmonxonadan chiqib ketyapman. Endi soat 7 gacha, 6 gacha men aylanishim kerak. Samolyot 9 da uchadi. Ungacha bir ikkita mol aylanmoqchiman, keyin Starbucksga kirmoqchiman. 4 kun shu mehmonxonada o'tdi. Mazza. Taksi chaqirdim, Yango. Bularda Yango deylar ekan. Yandex'da docherniy kompaniyasi. Tipa bizda qanaqasi bor edi bizda? Fastim bor-ku. Bularda Yango bor ekan. Mana dengiz. Oh shit. Bitta Zangor Jiguli bor ekan. Zangor Jiguli. Bular nomeridan az degan, ya'ni bizda o'z bo'ladi-yu, bular sal bortroq chiqqan ekan. Ko'k Jiguli, Zangor Jiguli. Park Boulevard Mall. Men shu yerga keldim. Bular hammasi BYDda yurishar ekan. BYD taksilar ko'p yangilardi. Mastercardda ajoyib bir mashinasi bor ekan, to'q. Aeroportda shunaqa kutib olishar ekan, bunaqa qizil. Hammasi BYDda yurishar ekan, Yangoni ko'pchiligi Comfort Plus'dagilar. Gibrid ekan ko'pi, gibrid. Вот это mamchi eskiroq shekilli bu mol. Вот это да. Menda niyat bor, kechgacha bir 3 ta molini aylanib chiqish. 5 ta, 6 ta moli bor ekan. Calvin Klein bor ekan, Mango bor ekan.
Mam. Kuchu, eh? Lacoste, beleza. Adidas bor ekan, Adidas. Lacoste'ga kirmaymiz. Narsalari osmonni narxida. Atak просто aylansam ham bo'ladi. Bularda iSpace bor ekan. Ya'ni Apple'da rasmiy naqas distributor. Har xil hamma Apple mahsulotlarini olib keladi. Bizda ham bor adashmasam, yaqinda ochildi. Bu yerda hamma molida bor, men ko'rdim. Menimcha ko'rganim uchinchisi. Oyog'im og'risa ham majbur yuraman. Tizzalarim bardosh bera olmayapti. Kim senga 21 yugursin debdi Abdurahmon. Kerak bitta. Trenerim ham oyoqlaringiz uvillaverayotgandir dedi. Janchalik bas, bittasi og'riyapti dedim. Hozir ikkinchisi ham og'rishni boshladi. Mana tepasi. Cho'tka ekan o'rtasi. O, bля. Вот это да. Nyu-York. Kofe bor ekan. Buyog'i dengiz, orqasi. Logos chiroyli ekan park bulvarda. Mana logos. Peshanalarni achib ketyapti lekin quyosh olganidan. Mana farqini sezsanglar bular boshim, peshanammi. Ikki dunyo bo'lib qo'ygan. Ikkinchi qavatiga chiqaylikchi. Nelar bor ekan. Bular tiliga bir 40-50% tushunyapman. Tez gapirsak lekin tushunmayman lekin. Hozir taksist bilan gaplashib keldim. Rusmisan dedi, yo o'zbekman. O dedi. Samarqandga borish niyat qilganman dedi. O'zbeklar dedi, zo'r naqalar dedi. Zo'r odamlar dedi. Ha dedim. Albatta dedim. Millat yomon bo'lmaydi-ku. Chiki. Oh shit. Joma. Mavi. Joma. Atak bular mollari katta ekan. Shiki baba. Kigeli. Hozir hamma mollarini ikkita moli bor, aylanishim kerak bo'lgan. Aylanaman-da. Ki bozoriga bormoqchiman. Kiyim bozoriga. Yomg'ir yog'masa bo'ldi. Yo'q, park sinema. Sinemasi ham bor ekan. Vau. Keyingi qavatiga chiqyapman. 3-qavatiga. 3-qavatda food court ekan. Nimalar bor ekan? Toshkent KFC bor, Burger King bor, McDonald's bor, Happy Land bolachalar aylanadigan-ku mana. Mana McDonald's bor, o'nta KFC bor, orqasida Burger King bor. Burada faqat KFC bor. Voy, mana bu lekin vid dahshat ekan-da, balkonini ko'rsataman. Mana shu ovqatni olasiz-da. Mashqqa chiqib sayr qilsa bo'ladi. Hozir men ko'rsataman. Vid вообще шикарный. Ishtahaga ochilib ketadi, bu yerda o'tirib ovqatlansa. Ovqatlanishar ekan. Mana bu park bulvarda. Mana shu polniy ikki tarafga yoyilib ketgan. Keta qolayin. Hali bozoriga ham ulgurishim kerak.
keyingi parkka borishim ham kerak hali. Hozir start chaqirdim-da. Cobalt kelyapti. Cobalt jalla. Cobalt jalla. Bizda kavortda Cobalt keladi-yu. Ana kelyapti mana. 214. Nash Cobalt, bizning Cobalt. Hop. Biz hozir gay to'sdi. Nimadir aylanma yo'l nimadir deyapti. Atak formalari ham bizanikiga o'xshar ekan. Interfeysi yangi. Metroga tushmoqchiman. Metroga tushish uchun qanaqadir o'zlarining kartasi bor ekan, o'sha olish kerak ekan. Hozir nima qilgan? Menimda katta sumkam bor-da, 10 kilo chiqadi. Buni ko'tarib yurishga toqat qila olmayapman. Shuning uchun mollar aylanaman, nari borsa bozorga boraman. Starbucksda o'tirib kofe ichib ishlamoqchiman. O'zi yetib kelishimga 100 metrmi, 150 metr qoldi. Gay ham to'xtatib, beliga tepdi. Yaxshi gaplashib kelaverdik. Brat lekin xo'rlab tashabdi Cobaltni lekin. Dahshat. Lekin kim qayerdansan desa O'zbekistondanman desa hech qachon bunaqa eshitmadim. Yomon gap o'zbeklar haqida. Mashinamizni ham gapirdi, bu Ravon dedi. O'zbekistondan chiqadi dedi. Ha, O'zbekistondan chiqadi. Genchli mall. Hozir endi ichkarisiga kiramiz. Как будто mehmonxonaga o'xshaydi. Elsivaki bor ekan, Costa Coffee bor ekan, yonida bunaqa bor ekan. Nima edi? Starbucks bor ekan, eng qizig'i. Baba. Test. Videoga olish mumkin emas ekan. Chiqib ketdim, makara bor. Biron qiziq narsalar bo'lsa videoga olmoqchi edim. Oy, oyog'im. Yana oxirgi mo'li qoldi. Shu mo'liga borsam bo'ldi. Taksi chaqirsam. Oyog'im yomon o'lyapti. Bundan oldingi shofyor menga mana shunaqa yeysanmi dedi-da. Buni olchadirkan bular. Sliva-ku to'g'rimi? Lekin qulpini o'yladi, dahshat ekan lekin bilan. O'sha o'rik chiqibdi, 6 manat kilosi. Yirdim o'rikni. Yana o'sha aeroportga ketaman. Qornim og'rib qolmasin. Hozir unaqa tavakkal qilmayman. Proba qilmang degan. Sola demang. Dan sola demang. Bir narsalar yegim kelib ketdi. Agar shu yerda KFC bo'lsa, cho'k go'zal bo'lardi, cho'k go'zal. Kirish mashitdan. Agar axranasi olmayman desa, olmayman. O'sha birinchi axrana jahlimni chiqarib qo'ydi. No, foto, no, video. Akandashmayapti. Metro Park Mall. Indashmadi. Lekin anons yomon ekan, genjalikdagi. Biroq no video dedi-yu. Okey, yaxshi. Kayfiyatni ko'taga tiqdi dedim. Shuni aylandim, orqaga chiqib ketdim. Lekin bo'ladi, lekin yaxshi mo ekan. KFC yegim kelyapti, KFC. McDonald'sda qanaqadir proba qilib ko'rgim kelmayapti.
chunki McDonald's ta'mini bilmayman hamda. Hozir tavakkal qilib tekshirgim kelayapti. Hatto Suzani romanlari bilaman, bu yerda qimmat olmaslik kerak. Bu brendlar boshqacha brend ekan. Bo'lay mahalliy, ko'pi. Food court qani? Food court. 3 qavatda ekan. Hozir boramiz food courtiga. O'yinchoq. Ko'rdi. Shu brendlari ko'p ekan bu yerda. Mayda-mayda zid joylashgan ekan, ko'p ekan. Bu nima 3-qavatda sekin ishlaydi? U men chiqqanimdan tezlashib ketdi. Odam yo'q bo'lsa sekinlashar ekanda. Esvakiki. Ovqatlari qayerda buni? 4-qavatda shekilli. Voy, o'ldirdi bu. 3-qavatda deb o'yladim. Bu yerda detskiy kiyimlar ko'p ekan 3-qavatda. Flo bo'lmaydi. KFC bormi? KFC. Ko'rdim, 4-etajda ham yo'q. Детский площадка bo'lyapti. Albatta bolachalar sartaroshlik bor ekan. Umid qilaman mana shu eng yuqori qavatida food court bor. 5-qavatga chiqyapmanmi? Beshinchi qavatda cho'tta ko'rinyapti nimadirlar. Bu 5-qavatda takoy panoramika. Vau. KFC yo'q. Bu McDonald's bor ekan. KFC cho'tta ko'rinyapti. Yo'q-ku, biling qaytib ketamanmi? KFC yemoqchi edim men. Qarachi yo'q ekan. Men panoramani ko'rsataman sizlarga. Okay. Eski shaharga keldim. Eski shahar yaxshiroq shit. Mayda Starbucks'ga kirib o'tiraman. Starbucks. Bir 4 soat o'tirsam shu yerda ancha ishlarimni bitirib olaman. Keyin KFC'ga boraman. Oyoqlarim yomon og'riyapti. Navbatga turish odobi bor ekan bularda. Bizda esa hamma qo'yib qo'ygan. Shaharda oxirgi marta aylanyapman. Hozir aeroportga ketyapman. Soat 6. 9:30 da samolyotimiz uchadi. Baku shahri menga yoqdi. Juda go'zal, juda toza. Odamlar uchun yaratilgan, odamlar uchun qurilgan. Shamol shahri. Shamol. Hozir aeroportga keldim. Qanchaga kelganimni aytaymi? 20 manat. 20 manat. Bu 150 ming so'm degani 21 kilometr uzoqlikda ekan aeroportdan. Xudo. Ro'yxatga olinish boshlanibdi o'zi. 05 dan
15 gacha tochkani topib olsam, makoshkani qaltirib ketibman. Qolib ketmaymanmikan? Abrakadabra, una. Aylanishli joy edi. No yaxshi muammo bo'lmadi. Buni bir-ikki naq qildi-yu. Ataga qo'yib yubordi, nimani? Hech narsa qilmaydi. Hech narsa bildirmaydi dedi. Xudoga shukr. Qolib ketmas ekanman. Ura! Ketaman Toshkentga. Toshkentimni sog'indim. Ketyapman. Xayr, Ozarbayjon. Ko'rishguncha keyingi marafonlarda. Rahmat hammasiga. Chiroyli yo'llar. Xushmuomala odamlar. Ko'rishguncha